Ha, qalaver. Gazni bos. Parani yo'q. Parani yo'q. Avarenkani ham yo'q. Gazni bos. Bo'ldi. Hamma narsani o'chir. Spark avtomat korobkasini remenini oxirigacha tortsa ham, lekin shunaqa chiylab qoladi. Buni bitta yo'li bor. Hozir shuni ko'rsatib, o'rgatib beramiz degan. Ha. Nachtilini yechib olamiz. Nachitil oxiriga tortilsa ham chiyillab qolgan. Remen qo'ysak ham oxiriga chimib qoladi ligrovkasi. Spark avtomatda generator nachitili. Bu Spark 125 mexanika korobkaning generator nachitili. Mana e'tibor bersanglar. Mana buni shkifi katta bo'ladi. Hozir endi shkifini almashtiramizda. Mana bu shkif bilan bunga qo'yib yiqamiz. Shunda ligrovka joy xodi ko'payadi. Keyin bemalol ligrovka qilsa bo'ladi. Hozir bu holatda o'zinikida. Oxirgacha ligrovka qilsak ham chiylab qoladi. Yengil remen qo'ysak chiylash yo'qoladi. U yengil remen bo'shagandan keyin yana chiylab qoladi. Vaqtinchalik yo'q qoladi. Katta shkif bilan qo'ysak, ligrovka xodi ham ko'payadi. Nachitili yechib olamiz. Bu teskari rezba. Yechib oldik. Endi buni qo'yamiz. Birga bir tushadi. Ikki shay bosib olamiz. Joy qo'ygandan keyin yaxshilab qotirib olamiz. Mana buni hozir uстановka qilamiz. Mana farqini ham bilsalaring bo'ladi. Endi ligrovka xodi ko'payadi, shuni hisobga chiylashi yo'qoladi. Chiq bo'lganda hamma narsani yoqqin, zavod qil. Parani yoq. Bo'ldi, yaxshi, o'chir, bor. Buni avtomat korobka Spark haydaydiganlarga jo'natib qo'yamiz. Bundan ham qiziqroq ma'lumotlarni bilish uchun bizni kuzatib boringlar va obuna bo'lmagan bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yinglar.